O'rgimchak odam Yangi kun filmining ikkinchi treyleri chiqqaniga roppa-rosa 2 hafta bo'ldi. Shu vaqt davomida deyarli hamma kino blogerlar treylerni tahlil qilishga ulgurgan bo'lsa ham, lekin xavotir olmanglar, menda hali sizlar bilmagan qiziqarli ma'lumotlar bor. Hammaga salom, men Nur Muhammad va bugun sizlar bilan O'rgimchak odam Yangi kun filmidagi sizlar payqamagan yashirin detallar, komikslar bilan bog'liqliklar va qiziqarli teoriyalar haqida gaplashamiz. Treyler Peter va McGargan, ya'ni Skorpionni jangi bilan boshlanadi. Skorpionni deyarli 10 yillik tanaffusdan keyin yana Michael Mando ijro etyapti. Bu aktyorni yaxshisi So'lga qo'ng'iroq qiling serialidan taniysiz. Aytib o'tganimdek, Garganni salkam 10 yil oldin O'rgimchak odam uyga qaytish filmini titrlaridan keyin ko'rgandik. O'shanda u Adrian Toomsdan O'rgimchak odamni shaxsi haqida so'ragan edi. Gargan qanaqadir yo'l bilan Rikers qamoqxonasidan qochgan va o'zini yuqori texnologiyali kostyumiga ega bo'lgan. Tabiiyki, uni bu kostyumni qayerdan olgani biz uchun qorong'u. Lekin uzun quloq gaplarga ko'ra, uni moliyalashtirgan kompaniya bu Oscar. Oscar haqidagi taxminlarga keyinroq yana to'xtalamiz. Ungacha Skorpionni komikslarda kim moliyalashtirgani haqida sizlarga aytib o'taman. Komikslarda Gargan dastlab oddiy ko'cha jinoyatchisi bo'lgan. Keyinchalik esa ezmachol J. Jonah Jameson unga O'rgimchak odamni ovlash uchun kostyum yaratishga pul to'lagan. Treylerning ochilish sahnasida hamma Peterni tepadan qulayotganiga e'tibor bergan paytda pastda ikkita DODC askari umuman qimirlamasdan qotib turishganini ko'ramiz. Keyinchalik esa treyler davomida New Yorkdagi boshqa odamlar ham muzlab qolishganini bir necha marta ko'rishimiz mumkin. Katta ehtimol bilan ushbu ishlarning sababchisi bu Sadie Sink ijrosidagi Jean Grey. Marvel hali buni tasdiqlamagan bo'lsa ham, ishoninglar, Sadie Sink Jean Grey obrazini o'ynaydi. Yana xabarlarga ko'ra, O'rgimchak odamning ushbu filmi norasmiy ravishda Mutantlar sagasining ilk filmi bo'lishi mumkin. Xuddi Uydan uzoqda filmi Cheksizlik sagasi bilan multiolam sagasining o'rtasida ko'prik vazifasini bajarganiga o'xshab. Keyingi kadrda Peterni ko'z qorachig'i butunlay qorayib ketganini ko'ramiz. Bu uni ichidagi o'rgimchak mutatsiyasi tobora kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Oldingi treylerda aytib o'tganimdek, Peterni o'rgimchak chaqishidan oldin u tanasini va ongini to'liq o'zi boshqarardi. Chaqilgandan keyin ham shu paytgacha u nafaqat o'zini, balki o'rgimchak kuchlari va instinktlarini ham nazorat qilib kelgan. Lekin ushbu film voqealarida uni o'rgimchak tomoni ancha kuchayib ketadi. Natijada Peter o'zini boshqarishi tobora qiyinlashadi. U hatto ayrim vaziyatlarda butunlay nazoratni yo'qotadi. Misol uchun, hammamiz biladigan o'sha mehribon qo'shni o'rgimchak odam hech qachon politsiya mashinasiga bunaqa hujum qilmagan bo'lardi. Birinchi treyler singari Peter Ned va MJ ni Instagramdagi postini tomosha qilayotgani ko'rsatildi. Nedning aytishi bo'yicha bu ularni MITdagi oxirgi semestri. Lekin martda chiqarilgan treylerni ko'rganimizda ular endigina MITga kirishganini va bu ularni ilk semestr ekanligini aytib o'tishgan edi. Ishona olmayapman, MITdagi birinchi kunimiz. Bu bizning MITdagi so'nggi semestrimiz. Demak, film davomida biz vaqt sakrashni ham ko'ramiz. Ya'ni voqealar Ned va MJ universitetga kirgan paytdan boshlanib, oradan 4 yil o'tgach, ularni bitiruvga kelib davom etadi. Bu fikrni, ya'ni vaqt sakrashini Marvelning o'zi ham qisman tasdiqladi. Chunki ular rasmiy ravishda O'rgimchak odam Yangi kun filmini ssenariysini dastlabki 3 varog'ini tomoshabinlarga taqdim qilishdi. Aytgancha, rasmiy ssenariyni 3 varog'ini to'liq o'zbekcha tarjimasini Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bugungi videoda treylerni aynan o'sha ssenariyga asoslanib tahlil qilamiz. Ssenariyni aynan shu joyda montaj boshlanadi deb yozilgan. Montaj degani uzoq vaqt davomida sodir bo'lgan voqealarni qisqa kadrlar ketma-ketligi orqali ko'rsatish usuli. Demak, bizga Peterni 4 yil davomida boshdan o'tkazgan voqealarni qisqa kadrlar orqali ko'rsatishadi. Birinchi treylerda Peterni bumerang va tarantula bilan jangi ham shu montajning bir qismi bo'ladi va katta ehtimol bilan montaj Skorpionga qarshi jang bilan yakunlanadi. Va shundan keyin film voqealari 4 yil keyingi davrga o'tadi. Ssenariyga ko'ra, filmning boshidagi Marvel Studios logotipi ko'rsatilayotgan paytda Peterni Ned, MJ va May xolasi bilan tushgan suratlari ham qo'yiladi. Lekin suratlardan Peter yo'qolishni boshlaydi. Xuddi kelajakka qaytib filmidagi Martiga o'xshab. Bu esa Doctor Strange'ning sehri faqat odamlarning xotirasini emas, balki Peter mavjudligini isbotlaydigan hamma suratlar, hujjatlar va internetdagi ma'lumotlarni ham o'zgartirib, Peterning mavjudligi haqidagi dalillarni butunlay o'chirib yuborganini ko'rsatadi. Yana ssenariyda yozilishicha, Peter kuchli bosh og'rig'idan azob chekadi. Bu uni tanasi o'zgarayotganini ilk belgilaridan biri. Yuqorida aytganimdek, uni o'rgimchak tarafi tobora ustunlik qilishni boshlaydi. Shunga qaramasdan, Peter hali ham Ned bilan birga yig'gan Lego to'plamini va MJ bergan kofe idishini saqlab qolgan. Bu esa uni eski hayotini, do'stlarini va xotiralarini hali ham qo'yib yubormayotganini anglatadi. Nedga keladigan bo'lsa, uni Instagramdagi niki The Grateful Ned 42ligini ko'ramiz. Lekin nega aynan 42? Marvel bu sonni shunchaki random ravishda tanlagan deb o'ylaysizlarmi? Menimcha
Menimcha yo'q. Chunki 42 raqami Spider-Verse olamida juda muhim ahamiyatga ega. Yer 42 olamida Miles G. Moralesni hech qachon radioaktiv o'rgimchak chaqmagan bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan u The Prowler, ya'ni bosqinchi hisoblanadi. O'rgimchak odam olamlararo 2 animatsion filmining oxirida ham o'zimizni Miles Morales aynan shu 42-olamga tushib qolib, Miles G. Morales, ya'ni bosqinchi Miles bilan uchrashgan edi. Olamlararoning 3-qismida ham bu olam juda katta rol o'ynaydi. Shunga ko'pchilik muxlislarning fikricha, Netni username-idagi 42 aynan shu olamga ishora qilayotgan bo'lishi mumkin va biz keyinchalik Miles va Peter tandemini ham ko'ramiz deb taxmin qilishyapti. Bundan oldin Kevin Feige Miles Morales o'rgimchak odam olamlararo trilogiyasi tugamagunicha kino olamda ko'rinish bermasligi haqida kelishuv borligini aytgan edi. Olamlararoni navbatdagi qismi keyingi yilni 25-iyunida chiqishini hisobga olsa, Marvel 2027-yildan boshlab Milesni MCUga olib o'tish harakatini boshlashi mumkin. Olamlararo 2da bosqinchi sifatida ko'rinish bergan Donald Glover bundan 9 yil oldin MCUni o'rgimchak odam uyga qaytish filmida Aaron Davis obrazini ijro etgan edi. Komikslardan shuni bilamizki, Aaron Davis bu Miles Moralesning amakisi hisoblanadi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? O'rgimchak odam yangi kun filmida Miles Moralesni ko'rmasligimiz mumkin, lekin unga ishorali bo'lishi ehtimoli katta. Va balki amakisi Aaron Davis orqali. Tom Holland ham ushbu gaplarni o'zini Empire jurnaliga bergan intervyusida qisman tasdiqlaganday bo'ldi. U o'z intervyusida Robert Downey unga ustozlik qilgani kabi, u ham Miles yoki Gwen Stacy'ga ustozlik qilishni xohlashini aytib o'tdi. Ushbu hamma ma'lumotlarni bitta joyga jamlasak, Peterni yangi kundan keyingi sarguzashtlarda Miles yoki Gwen paydo bo'lish ehtimoli ancha yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi sahnada Peterni web shooterlari uni organik torlari tomonidan otib yuboriladi. Peter endi torlarni qurilma orqali emas, o'z tanasi orqali ishlab chiqarishni boshlaydi. Esingizda bo'lsa, Uyga yo'l yo'q filmida Tom va Andrewni Peterlari Tobin aynan shu qobiliyatini ko'rib juda hayron qolishgan edi. Voy! Sendan otilib chiqdimi? Ushbu organik tor chiqarish qobiliyati Peter tanasida sodir bo'layotgan biologik o'zgarishlarning bir qismi hisoblanadi. Ya'ni Peter asta-sekinlik bilan oddiy odamdan haqiqiy o'rgimchakka o'xshash mavjudotga aylanyapti. Mani fikrimcha, shu paytgacha sodir bo'lgan voqealar, masalan, 3 ta o'rgimchak odamni uchrashgani, ularni umumiy o'rgimchak sezgisi orqali bog'langani, Peterni 4 yil davomida Peter Parker emas, balki o'rgimchak odam sifatida yashagani va katta ehtimol bilan Jean Grey olib kirayotgan boshqa tashqi omillar sababli uni DNKsida ilgari faol bo'lmagan yashirin genlari uyg'onayotgan bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, Peterning organizmi shu kungacha bo'lib o'tgan barcha voqealardan keyin kelajakdagi yanada xavfli janglarga tayyorgarlik ko'rish uchun o'zini biologik jihatdan kuchaytirayotgan bo'lishi mumkin. Tan olishimiz kerak, Tom Holland o'rgimchak odami boshqalariga qaraganda ancha kuchli raqiblar bilan kurashgan. U hatto qasoskorlar safida ham bo'lgan. Maqtangim kelmasa ham nima qilay? Men qasoskorlar jamoasida bo'lganman. Qasoskorlar. Ha, Zo'r-ku. Rahmat. Nima u? Komikslarda Peterning bunaqa mutatsiyaga uchrashiga uni o'zi sababchi bo'lgan. The Amazing Spider-Man komiksining 100-sonida u o'rgimchak odam bo'lishdan charchab, o'z kuchlaridan qutulish uchun maxsus zardob yaratadi. Lekin tajriba kutilganidek ishlamasdan, Peterda 4 ta qo'l o'sib chiqadi. 1994-yildagi animatsion serialda esa voqealar biroz boshqacha. Unda Peter neogenik mutatsiya ta'siriga uchraydi va aynan shu jarayon uni oxir-oqibat Man Spider, ya'ni ulkan o'rgimchakka aylantiradi. Navbatdagi sahnada Peter Empire State University'da Dr. Bruce Banner bilan uchrashganini ko'ramiz. Oldingi treylerdan farqli ravishda bu safar biz ularning suhbatidan ko'proq narsani tushundik. Bruce Banner va Peter Parker Marvel kino olamida juda kam uchrashgan. Ular faqat Cheksizlik jangi filmidagi markaziy parkda, intihodagi yakuniy jangda va Tony Starkni dafn marosimida ko'rishgan. Strange sehr qilgandan keyin esa tabiiyki Bruce Bannerning xotirasidan ham Peter Parker haqidagi ma'lumotlar o'chib ketgan. Lekin ko'plab muxlislar 2020-yilda chiqarilgan Immortal Hulk Great Power komiksiga tayanib, Bruce Bannerdan farqli ravishda Hulk Peterning kimligini eslaydi degan taxminlarni bildirishyapti. Lekin agar Strangening sehri haqiqatdan yashil maxluqqa ta'sir qilmagan bo'lsa ham, Marvel kino olamida Hulk umuman o'rgimchak odam bilan ko'rishmagan va uni aslida Peter Parker ismli o'smirligini ham katta ehtimol bilmaydi. Shuning uchun meni shaxsiy fikrim bo'yicha bu nazariya realidan ancha uzoq. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Javoblarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bruce Bannerning qo'lidagi qurilmaga yaxshilab e'tibor bersak, bu Ayol Hulk serialida biz Bannerning qo'lida ko'rgan qurilmadan ancha farq qiladi. Yangi versiya eskisidan kattaroq va ekranda qizil, sariq va yashil ranglardan iborat bo'lgan ko'rsatkich mavjud. Agar ushbu qurilmani yaqinlashtirib Bruce'ni nazardan ko'radigan bo'lsak, unda Gamma Suppressor Active, ya'ni gamma bostirgichi faol degan yozuvni ko'ramiz. Demak, qurilma Hulk qonidagi gamma radiatsiyasini bostirib turish vazifasini bajaradi va menimcha gamma radiatsiyasi ushbu
ushbu filmda eng muhim elementlardan bittasi bo'ladi. Shu joyda Peter nimaga Bannerni darsiga yashirincha kirgani ma'lum bo'ldi. Katta ehtimol bilan Parker ham aynan shunaqa qurilma yasash orqali o'zini tanasida yuz berayotgan mutatsiyani nazorat qilishni xohlayapti. Empire jurnali taqdim qilgan suratlar Peterni yangi web shooterlarda yashil rangli qismlar borligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, yaqinda chiqqan o'yinchoqlarning idishiga qarasak, bu filmda Peter xalqni to'xtatish uchun anti-gamma o'rgimchak to'rini yasashi mumkinligini ko'ramiz. Bannerning orqasidagi doskaga e'tibor beradigan bo'lsak, u panjarali kvant xromodinamika haqida ma'ruza qilayotganini ko'ramiz. Odam tilida tushuntiradigan bo'lsam, bu atomdan ham kichkina bo'lgan kvarklar va ularni bir-biriga bog'lab turadigan glionlarni o'rganadigan fizika sohasi hisoblanadi. Nega Bryus bu mavzu bilan qiziqib qolganining asosiy sababi, u o'z tanasini hujayra yoki atom darajasida emas, undan ham kichkina darajada o'rganyapti. Chunki u xalqqa aylanishiga sabab bo'lgan gamma nurlanishini aynan shu kichik zarrachalar darajasida o'zgartirmoqchi. Yana ham soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, u tanasidagi eng kichkina tuzilishdan gamma ta'sirini olib tashlab, xalqni butunlay yo'q qilmoqchi yoki hech bo'lmasa uni to'liq nazorat qilishni xohlayotgan bo'lishi mumkin. Aytgancha, videoni statistikasiga qarasam, kanalni kuzatayotganlarning 97% hali ham obuna bo'lmagan ekan. Agar sizga biz tayyorlayotgan filmlar haqidagi yangiliklar va treyler, kino hamda seriallarning to'liq tahlillari yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolardim. Bu kanalni o'sishiga juda katta yordam beradi. Navbatdagi kadrda Peterni ko'kragiga kaptarlar yopishib qoladi va u muvozanatni yo'qotib, suv minorasiga uriladi. Menimcha uni organik to'rlari oldingisiga qaraganda yopishqoroq. Yoki mutatsiya sabab Peterni tanasidagi boshqa qismlar ham yopishqoq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Keyin Peter kimgadir shuncha orzu-havas bilan qilgan to'yini barbod qiladi. U o'zi ham 4 etajdan iborat bo'lgan tortni ustiga yiqiladi. Internetdagi fikrlarga qaraganda, bu o'sha 2026-yilda suratga olingan drama filmidagi Zendaya va Robert Pattinsonning to'yi bo'lgan to'yxona bilan juda o'xshash va hatto o'sha to'yxona bo'lishi ham mumkin. Agar bu ma'lumot menga nima kerak desanglar, bilmadim. Shunchaki Robert va Zendayaning to'yi bo'lgan joyda Tom Holland to'yni barbod qildi. Tom Holland bilan oldingi trilogiyani suratga olgan rejissyor Jon Watts mashinalarning raqamiga yashirin belgilarni qoldirishni juda yoqtirardi. Shu sabab ushbu treylerda ko'ringan ikkita avtomobilni AW11570 va GC41863 nomerlarini tekshirib ko'rdim. Lekin baxtimizga hozirgi filmning rejissyori Dustin Daniel Cretton bu tendensiyani davom ettirishni xohlamaganga o'xshaydi. Chunki 1983-yil 18-aprel va 1970-yil 5-noyabr kunlarida o'rgimchak odam haqida hech qanaqa ahamiyatli komiks yoki voqea sodir bo'lmagan. Tremel Tillman ijro etayotgan Bill ismli qahramon oldingi treylerdagi gapini takrorlab, biza nazorat qilib bo'lmaydigan kuchga duch keldik. Uni hatto ilg'ab bo'lmayapti deydi. Lekin treylerni yorug'ligini ozgina oshirsa, mana bu yashirin qahramon Sadie Sinkligini ilg'ash mumkin. Sadie Peterning kvartirasida nima qilayotgani haqida keyinroq gaplashamiz. Lekin undan oldin New Yorkdagi Easter River daryosida joylashgan Roosevelt Islandda yuz bergan portlashga e'tibor qaratamiz. Bu joy o'rgimchak odam tarixida muhim voqealar yuz bergan lokatsiyaligi bilan mashhur. Masalan, 2002-yilda chiqarilgan O'rgimchak odam filmining finali hamda Uyga yo'l yo'q filmining boshlanishi aynan shu lokatsiyada bo'lib o'tgan. Taxminlarga ko'ra, DODC, ya'ni Department of Damage Control, o'zbekchada zararlarni nazorat qilish departamentining maxfiy bazasi ham shu joyda joylashgan bo'lib, ular Sadie Sinkning qahramonini ham shu yerda qamab qo'yishgan bo'ladi. Treylerda Sadie'ning qo'llari kishanlanganligini hisobga olsa, u qochish uchun o'zini ongini boshqa odamga ko'chirish qobiliyatidan foydalanadi. U bitta kampirni tanasini egallab, tank haydashga majbur qiladi. Natijada kampir devorni yorib kirib, jinni qamoqxonadan qochishiga yordam beradi. DODC bazasining oldida oq xalatdagi odamlar borligini hisobga olsa, ular Sadie'ning tanasini va kuchini o'rganishmoqchiligini tushunamiz. Sadie maxfiy bazadan qochgandan keyin u qanaqadir zarbali to'lqin tarqatadi. Keyingi kadrda esa bu to'lqin odamlarga qanaqa ta'sir qilishini ko'ramiz. To'lqin ta'sirida odamlar xuddi X-Men filmidagi qotib qolishadi. Ko'chada yurgan, restoranda o'tirgan hamma tirik jonli shunchaki muzlab qoladi. Menimcha eng noqulay va qiyin vaziyat suv choqiyotgan manba ayolga bo'lsa kerak. Shundan keyin Tremel Tillman Peterga bu kuch, ya'ni Jane'ning qobiliyati ta'sir qilmaydigan yagona odam bu Sansan deb aytib o'tadi. Lekin qotib qolgan odamlar orasida John Brentel ijrosidagi Frank Castle ham bor edi. Ko'rinishidan Sadie'ning zarba to'lqini unga ham ta'sir qilmagan. Biz bilamizki, jazolovchining juda ko'p narsalarga qarshi immuniteti bor va balki Sadie'ning bu qobiliyati ham shularning ichiga kirar. Jazolovchini tushunsa bo'ladi, lekin nega Peterga bu kuch ta'sir qilmayapti? Meni fikrimcha, uni o'rgimchak sezgisi qobiliyati nafaqat jismoniy, balki
balki psixologik hujumlardan ham himoya qiladi. O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida Doktor Strange Peterni astral shaklda tanasidan ajratgan bo'lsa ham, uni o'rgimchak sezgisi qobiliyati ishlashdan to'xtamagan va u astral holatda turib ham o'zini tanasini boshqara olgan edi. Va menimcha aynan shu sababdan Jean Grey'ning telepatik kuchlari Peterga ta'sir qilmayotgan bo'lishi mumkin. Keyin biz treylerdagi eng muhim kadrni ko'ramiz. Bu safar biz kadrni Peter nigohi orqali kuzatdik va uni yangi sun'iy intellekt yordamchisi Ivy bilan tanishdik. Ushbu AI film ssenariysida ham yozilgan va hozirda Peterning eng yaqin do'sti aynan shu sun'iy intellektligini ham aytib o'tishgan. Keyin biz o'rgimchak niqobi ostidan qanaqadir noma'lum raqamlar paydo bo'layotganini ko'ramiz. Va katta ehtimol bilan bu raqamlar Jean Grey ongiga kirgan odamlarga tegishli. Jeanning ongi har safar yangi tanaga o'tganda raqamlar xuddi isitmovchi degan moslamada ishlayapti. Balki uni AI yordamchisi Ivy Jean Greyning ongiga xos bo'lgan qanaqadir gamma nurlanishini izini aniqlashga harakat qilayotgandir. Va ekranda ko'rinayotgan raqamlar ham aynan shu gamma nurlanishini darajasini yoki qoldirilgan izlarni ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu filmda gamma nurlanishi juda katta rol o'ynaydi va taxminlarga ko'ra ushbu film MCUdagi mutantlar haqida muhim detalni ochib berayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni gamma nurlanishi mutantlar o'zidan chiqaradigan noma'lum kosmik energiyani bir turi sifatida talqin qilinayotgandir. Birinchi treylerda Peter skanerdan o'tgan qurilma ham balki uni gamma nurlanishini tekshirgandir. Lekin eslatib o'taman, o'rgimchak odam to'liq mutant hisoblanmaydi. Agar DODC yoki boshqa hukumat rostdan ham mutantlarni aniqlaydigan texnologiyani yaratgan bo'lsa, Marvel kino olamida mutantlar uchun xavfli davr boshlanadi. Navbatdagi kadrda Peter kimni to'yini buzganligi aniqlashadi. Ushbu sahnadagi vertolyotda Jon hamda Lucy'ni to'yi bo'layotgani ko'rsatildi va bu katta ehtimol bilan J. Jonah Jamesonning o'g'li Jon Jamesonning to'yi va balki vertolyot ham Daily Bugle kanaliga tegishli va to'y uchun bezatilgan bo'lishi mumkin. O'rgimchak odam 2 filmida ham Peter Jamesonni katta pul sarflab qilgan to'yini buzgan edi va agar u yana shunaqa ish qiladigan bo'lsa, bu filmdagi ajoyib hazillardan bittasi bo'lardi. Treylerda bizga ko'rsatilmagan, lekin filmda aniq qatnashgan Jonathan Simmons shu kadrda bo'lishi ehtimoli katta. Qachonlardir Peterning eng yaqin do'sti bo'lgan Ned endi uni kimligini bilmaydi. Treylerda ko'rsatilgan Nedning xonasidagi devorda u o'rgimchak odam aslida kimligini bilish uchun yig'gan hamma dalillari joylashtirilgan. Ned hali ham o'rgimchak odam bilan birga boshdan o'tkazgan voqealarni eslaydi, lekin niqob ostida kim bo'lganini eslolmaydi. Ned nimaga o'rgimchak odam uni oldida o'ralashib yurganini sababini tushunmasdan uni shaxsini aniqlashga harakat qilyapti. Doskadagi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, ularning orasidagi bitta maqola o'rgimchak odamni niqobi yechildimi? Mashhur latino parkur ustasi aslida to'r otuvchi qahramon bo'lishi mumkinmi deb nomlangan. Maqolaning ichida esa Carlos Rodriguez bundan 10 yil oldin parkur videolari bilan internetda mashhur bo'lgan, ammo keyinchalik hech qanaqa izohlarsiz videolar joylashni to'xtatgan. Balki shundan keyin u yangi shaxsiyat ostida yashashni boshlagandir deb yozilgan. O'zi rostdan ham parkur sporti o'rgimchak odam ishlatadigan uslublariga yaqin. Devorga chiqish, tomlarda yugurish va baland joylardan sakrash o'rgimchak odamga juda mos keladi. Maqoladagi Carlos Rodriguez nomiga keladigan bo'lsa, u X odamlar komiksidagi ikkinchi darajali yovuz qahramon bo'lib, Y odamlar nomli jinoiy guruh a'zosi hisoblanadi. Lekin bu filmdagi ismga ushbu qahramonni menimcha aloqasi yo'q. Ned o'rgimchak odamni ko'rinish haqida ham ma'lumotlar yig'gan. Doskada o'rgimchak odam birinchi marta 2016-yilda paydo bo'lgan deb yozilgan. Rostdan ham 2016-yilda o'rgimchak odam birinchi marta MCUda ko'rinish bergan edi. Yana doskada Queench aksentga ega deb ham yozilgan. Bu esa aktyorning mahorati. Tom Hollandni kelib chiqishi aslida ingliz bo'lsa ham, amerikancha ya'ni Queench talaffuzni yaxshi o'xshata olganiga belgi. O'rgimchak odamning bo'yi taxminan 170 cm deb yozilgan. Lekin bu raqamlar aktyor bo'yidan taxminan 3-4 cm ga pastroq. Bu bilan ijodkorlar Hollandni pastroq ko'rsatib, ozgina hazillashgan. Biza yana bitta bolaning rasmini ko'ramiz va uni ustiga bu emas deb yozilgan. Adashmayotgan bo'lsam, bu Tom Hollandning radnoy ukasi Gary Hollandga o'xshayapti. Gary oldindan Marvel filmlarida ko'rinish bergan. Masalan, Deadpool va Rosomaka filmida Deadpoolning variantlaridan birini hamda Uyga yo'l yo'q filmini o'chirib tashlangan sahnasida velosiped o'g'risi rolini ijro etgan edi. Yana bir qiziq ma'lumotlardan bittasi, Ned Spider Tracker nomli programma yaratgan va hozir bu saytdan siz ham o'rgimchak odamni ko'rinish bergan joylarini topib, uni kimligini aniqlashingiz mumkin. Sony bu ilovani film marketingini bir qismiga aylantirdi. Ned va Lionel Messi o'rgimchak odamni topishga jon jahdi bilan harakat qilishyapti. Bizda yana CinemaConda qo'yilgan sahnalar haqida ham ishonchli ma'lumotlar bor. Unga ko'ra, Peter MJ ga o'zini Miner deb tanishtiradi va ro'paradagi xonadonda yashaydigan qo'shniligini aytadi. Oradan ko'p o'tmasdan MJ ning yangi yigiti uni sochini
muloyimlik bilan silaganini, Peter chetdan tomosha qilib turganini ko'rsatishadi. MJni yigiti rolini Iman Espandi ismli aktyor ijro etyapti. Va yana bir qiziq ma'lumotlardan bittasi, ushbu personaj biza birinchi treylerda ko'rgan bumerang bo'lishi mumkin. Bunga sabab ikkinchi treylerda ko'rsatib ketilgan qora mototsikl dubulg'asi. Marvel komikslarida bumerang kiyadigan dubulg'a aynan shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik Marvel muxlislari MJni yigiti aslida yashirincha bumerang bo'lishi mumkin degan nazariyani ilgari surishyapti. CinemaConda qo'yilgan sahnadan yana bir muhim detal shuki, MJ va Ned MJga kelgan ish taklifi haqida gaplashishadi. MJ bu taklifni rad qilganini, chunki u faqat foydani o'ylaydigan kompaniya uchun ishlashni xohlamasligini aytadi. Uni aytishi bo'yicha, u odamlarga haqiqiy foyda keltiradigan ishda ishlashni xohlaydi. Ned va MJning suhbatidan keyin MJning yigiti unga qarab, "Sen o'zingga hammani qutqarishni maqsad qilib qo'ygansan" deb hazillashadi. Shu yerda sizlarga savol. MJ rad qilgan faqat o'zini foydasini o'ylaydigan kompaniya qaysi? A. Uzbekneftgaz, B. UzAuto Motors, C. Oscorp va D. Kommentariyada yozaman. To'g'ri javob C. Oscorp bo'lishi mumkin. Uyga yo'l yo'q filmida Norman Osborn bu olamda Oscorp yo'qligini aytib o'tgan edi. Lekin u voqea sodir bo'lganiga 4 yil bo'lganini hisobga olsak, ushbu vaqt davomida Oscorp MCOda faoliyat boshlagan, New Yorkdagi yirik texnologik kompaniyalardan biriga aylangan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Va shu sababdan ham yaqinda ochilgan kompaniya MIT bitiruvchilariga faol ravishda ish takliflarini yuborayotgan bo'lishi mumkin. Lekin Marvelni ba'zi muxlislari ushbu kompaniya Roxxon bo'lishi ehtimoli katta degan fikrda. Chunki MCO'ni so'nggi loyihalarida Roxxonga bir necha marta ishora qilingan. MJni keltirgan sababiga qaraganda, uni taklif qilgan kompaniya filmdagi salbiy kuchlardan biri bo'lishi mumkin. Balki ular asosiy yovuz qahramonlardan bittasini moliyalashtirayotgandir. Bunga aniq javobni film chiqqandan keyin bila olamiz. Ushbu mavzu haqida sizning fikringiz qanaqa? Javoblarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi sahnada o'rgimchak to'ridan iborat bo'lgan portlash sodir bo'lganini ko'ramiz. Portlash nima sababidan sodir bo'lganini aniqlash hozircha qiyin. Balki Peterni web shooterlardan bittasi portlagandir yoki gamma nurlanishiga qarshi ishlab chiqilgan yangi o'rgimchak odam to'rlari ishdan chiqqandir. Lekin shunisi aniqki, bu portlash kuchliligidan Peterni uloqtirib yuboradi. Shundan so'ng Jin yana 3 ta odamni tanasini egallaydi va bu bilan u endi qochib yurishga emas, balki hujum qilishni boshlaganiga ishora qiladi. Jin Peterni asabini buzib, MJ haqida bilishini aytib o'tdi. Yaqindagina Tom Holland o'zi bilmagan holda filmdan bitta spoiler aytib qo'ygan edi. Uni gaplariga ko'ra, o'rgimchak odam kimligini faqat bitta kimsa biladi va meni fikrimcha bu Sadie Sinkni Jean Grey bo'ladi. Va mana shu lahzadan boshlab treylerning eng hayajonli qismi boshlanadi. Biza xalqni o'sha mashhur Thunder Club zarbasini yana ko'ramiz. Ushbu uslubni birinchi marta 2008-yilda chiqarilgan Aql bovar qilmas Hulk filmida ko'rganmiz. Undan keyin Marvelning xatosi hisoblanadigan Ayol Hulk serialida ham ko'rdik. Bu Hulkning eng mashhur uslublaridan bittasi bo'lsa ham, Marvel kino olamida undan deyarli foydalanishmaydi. Bunga sabab MCO'ning asoschilaridan biri Joss Whedon Hulkni ushbu qilig'ini uncha yoqtirmasligi bo'lgan. Keyingi kadrda Peter biza videoni boshida gaplashgan Dr. Bruce Banner taqib olgan qurilmani ushlab turibdi. Ko'rib turganinglardek qurilma buzilgan va u Bannerni qo'lida emas. Shu sababdan Bruce endi Hulkni bostira olmaydi. Esinglarda bo'lsa, birinchi treylerda Sadie qo'llarini ko'tarayotganini ko'rsatishgan edi va katta ehtimol bilan ushbu sahnada u Hulkni uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Biza ushbu yirtqich Hulkni oxirgi marta Qasoskorlar cheksizlik jangi filmida ko'rgandik. Thanos Hulkni shunchalik qattiq urganidan u keyinchalik umuman ko'rinish berishni xohlamagan edi. To'g'ri, finalning flashback sahnasida ham biza yirtqich Hulkni ko'rganmiz, lekin bu hisobga kirmaydi. Menda yana bitta qiziq savol bor. Sadie Sink Peterning kvartirasida nima qilyapti? Sadie'ni qo'llarini ko'tarib Hulkni ozod qilayotgan sahnasi ham aynan Peterning kvartirasida bo'lib o'tgan. Lekin Peter bilan Hulk turgan joy umuman boshqa bino. Shu haqida kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar. Yana bir qiziqarli teoriya shundan iboratki, Jin Bruce'ning ongiga kirib, uni qo'lidagi qurilmani yechib tashlaydi va Hulkning ongiga kirib, uni uyg'otadi. Hulk chiqqanidan keyin ham Sadie uni ongini ozgina muddatga boshqaradi va treylerdagi lekin u qilishi mumkin iborasini Hulk yoki Banner emas, balki Sadie'ni o'zi aytgan bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Bannerni Hulkga aylanganini oxirgi marta qachon ko'rganmiz? Buni ro'porosi 14 yil oldin Qasoskorlarning birinchi filmida ko'rgandik. Ultron davrida Hulk qatnashgan hamma sahnalarda u allaqachon Hulkga aylanib bo'lgandan keyingi holatida ko'rsatilgan. Thor Ragnarokda ham bu transformatsiyani deyarli ko'rmaganmiz. Cheksizlik jangida u to'liqligicha Hulk sifatida boshlab, Bannerga aylanish sahnasi ko'rsatilmagan. Finalda esa uni boshidan oxirigacha aqlli Hulk sifatida ko'rganmiz. Shu sababdan oradan 14 yil o'tib,
Biz Hulkni transformatsiyasini yana ko'rdik. Peter Hulkni bunchalik katta bo'lib ketganidan juda hayron qoldi. Chunki yuqorida aytganimdek, u yirtqich Hulk bilan umuman uchrashmagan. U finalda ko'rishgan aqlli Hulkni bo'yi taxminan 226 metr bo'lsa, mana bu yirtqich Hulkni uzunligi 257 metrga teng. Yaqindagina bo'lib o'tgan Fandango uchun berilgan intervyuda Zendaya filmda kulrang Hulkni ko'rishimiz mumkinligiga ishora qildi. Komikslarda kulrang Hulk tabiiyki o'zining nomi bilan Hulkni kulrang shakli bo'lib, odatda Joe Fixit ismi bilan tanilgan. Yashil Hulkdan farqli ravishda u ancha aqlli, ayyor va o'zini yaxshiroq nazorat qiladi. Kulrang Hulk ko'pincha o'zini manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yadi va kerak bo'lsa axloqan shubhali ishlarni qilishdan ham tortinmaydi. Shunga qaramasdan, u o'zimizni yashil Hulkdan ancha kuchsiz hisoblanadi. Lekin o'zini aqli va tajribasi bilan unga yetarlicha muammo tug'dirishi mumkin. Shundan keyin Hulk Peter uni to'rlar bilan o'rab tashlaganiga qaramasdan, aytib o'tganimdek o'zini Thunderclap zarbasini ishlatadi. Bu to'lqin oqibatida Peter shunchaki uchib ketadi. To'g'risi, ayol Hulk serialidagi ancha kuchsiz Thunderclapdan keyin uni yana kuchli zarbasini ko'rish menga juda yoqdi. Ular jang qilayotgan joy ilmiy laboratoriya yoki arxivga o'xshaydi. Balki bu universitetda joylashgan Bruce'ning laboratoriyasi bo'lishi mumkin. Bu haqida videoni oxirrog'ida gaplashamiz. Navbatdagi kadrda Peter MJning xonasiga kirib, unga ishonishini hamda u bilan birga ketishini so'raydi. MJ ikkilanmasdan rozi bo'ladi va oradan 4 yil o'tib biz ularni yana birga to'rda uchayotganini ko'ramiz. Mani fikrimcha, Peter Jean MJning ongiga kirib, uni egallab olishdan qo'rqyapti va shu sababdan uni xavfsizroq joyga olib borishga harakat qilyapti. Tom Holland o'zining intervyusida MJ bilan bo'lgan bitta sahna ko'ngildagidek chiqmaganini aytdi. Shuning uchun ular Challengers filmi ssenaristi Justin Kurtzkezni chaqirib, o'sha sahna uchun boshidan ssenariy yozishgan. Film chiqqandan keyin bu sahna qaysiligini topishga albatta harakat qilamiz. Empire jurnali chiqargan suratlarga tayanadigan bo'lsak, filmda MJ va o'rgimchak odam Bruce Bannerni buzilgan qurilmasini tuzatishga harakat qiladi va taxminlarga ko'ra, Peter bu qurilmani boshidan yasashga majbur bo'ladi. Keyin bu qurilmani o'zini yangi gamma nurlanishiga qarshi chiqa oladigan to'rlar orqali Hulkni tanasiga yopishtiradi. Chunki boshqacha yo'l bilan Hulkni tanasiga hech narsani tiqib, o'rnatib yoki yopishtirib bo'lmaydi. Peter MJni jazolovchini oldiga olib borganining asosiy sababi Frankni jinni kuchiga qarshi immuniteti borligi bo'lishi mumkin. Peter balki aynan shuning uchun MJ Frankni oldida xavfsiz bo'lishiga ishonar. Ko'rinishidan biz film davomida MJ va jazolovchi o'rtasida yana ko'proq kadrlarni ko'ramiz va bu ikkalasi juda yaxshi duo bo'lib berishadi. Peter oddiy kiyimda balandlikdan qulayotganini ko'rganimizdan keyin biz uni nigoh orqali The Hand, ya'ni qo'l guruhini ko'ramiz. Net yaratgan Spider Tracker dasturida The Hand haqida ozgina ma'lumot yozib ketilgan va ular yana New Yorkka qaytishdimi deb savol berilgan. Bu Daredevilni birinchi va ikkinchi fasllariga hamda Himoyachilar serialining voqealariga ishora. Mana shu seriallar davomida qo'l guruhi New Yorkda ancha faol harakat qilishgan edi. Birinchi treyler bilan solishtirsak, bu safar Peterni qo'l guruhi bilan jang qilayotganda niqobi bor va qo'llarida ham o'zini mexanik web shooterlari borligi aniq ko'rinadi. Bularni hammasini hisobga olsak, Peter qo'l guruhi bilan jang qilishni boshlaganda niqobi ham web shooterlari ham o'zida bo'ladi va jang davomida ninjalar Peterning niqobini yechib, web shooterlarni sindirib tashlashgandan keyin u organik to'ridan foydalanishga to'g'ri keladi. Balki aynan shu qo'l guruhi bilan bo'lgan jang Peterni shunchalik g'azablantiradiki, organizmi tabiiy ravishda moslashib, qo'llaridan organik to'r chiqarishni boshlaydi va ko'rinib turibdiki, bu to'r sun'iysidan ko'ra ancha kuchli bo'lib, ninjalarning qilichlarini bemalol parchalab tashlayapti. Lekin yaxshilab e'tibor bersak, qo'l guruhi faqat qilichlar bilan jang qilmayapti. Ularda yana qanaqadir elektr tokli qurollar ham bor va katta ehtimol bilan ular bu qurollarni qamoqxona xodimlaridan olishgan. Endi savol, Peter nimaga bu qamoqxonaga kelgan? Birinchi treyler chiqarilgandan keyin orada Daredevil qayta tug'ilish serialining ikkinchi mavsumi premyera qilindi va mavsum oxirida Daredevil qamoqqa olindi. Ko'pchilik muxlislar shundan keyin faqat bitta nazariyaga ishonib kelishyapti. Ularning fikricha, Peter Mattni qamoqdan qutqarish uchun shotga kelgan bo'lishi mumkin. To'g'risi, bu teoriyada ham mantiq bor. Chunki O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida Matt Murdock Peterning advokati bo'lib, unga ancha yordam bergan edi va balki endi Peter o'sha qarzini uzish vaqti kelgandir. Daredevil obrazini gavdalantirgan aktyor Charlie Cox o'zini deyarli hamma intervyusida filmda ishtirok etmasligini ta'kidlab kelayotgan bo'lsa ham, lekin uning so'zlariga hech kim ishonmaydi. Yana qo'l guruhi bilan jangga qaytadigan bo'lsak, bu safar Peterning niqobi yechilgan va uni ko'z qorachiqlari yana qop-qora ko'rinishda. Peter yuqoridan ninjalarga hujum qilayotgan paytda u qo'llarini birlashtirib organik to'r otadi. To'r havoda spiral shakl hosil qilib, yuqoriga sakragan hamma ninjalarni ilib oladi. To'g'risini aytsam, menga bu kadr juda yoqdi.
chiqdi. Peter dardini aytishga odam topolmagani uchun May xolasini qabriga boradi. Bu joy uyga yo'l yo'q filmida Peter va Happy Hogan birga turishgan o'sha qabr. Esingizda bo'lsa, o'sha filmda bizaga May xola nechinchi yilda vafot etganini ko'rsatishmagan edi. Lekin hozir uni o'limi 2024-yilda bo'lgani rasman tasdiqlandi. Demak, Yangi kun film voqealari taxminan 2028 yoki 29-yilda bo'lib o'tadi. Treylerning oxirgi final kadrida O'rgimchak va Hulk baland binodan pastga qulab tushayotganini ko'ramiz. Ular bilan beton bo'laklari ham birga tushyapti va Hulkning tanasida o'rgimchak to'rlari yopishib turibdi. Endi savol: Hulk bilan Peter qaysi binodan qulashyapti? Binoni kattaligiga e'tibor bersak, bu Empire State University kampusi emasligi aniq. Ushbu zdaniya hatto Manhattandagi boshqa ko'plab binolardan ham ancha balandroq ko'rinyapti. Ushbu ulkan bino MJ ishlashni xohlamagan, faqat o'zini foydasini o'ylaydigan kompaniya Oscarpga tegishli bo'lishi mumkin. Va balki Bruce Banner ham aynan shu binoni laboratoriyasida o'zini panjarali kvant xromodinamika haqidagi tajribalarini qilayotgandir. Treylerning oxiriga kelib, Peter yana o'zini uslubida hazillashadi. Va o'sha yerda turgan bitta askarning qo'lida biza boya The Hand ninjalarida ko'rgan qurolni ko'ramiz. Bu shuni anglatadiki, Peter kelgan bu qamoqxona katta ehtimol bilan o'ta xavfli mahbuslar saqlanadigan maxsus qamoqxona bo'lishi mumkin. Videoning oxiriga kelib menda rostdan ham Daredevil filmda bo'lmasa-chi degan savol paydo bo'ldi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, Peter kimni qutqarish uchun bunaqa kuchli qo'riqlanadigan qamoqxonaga keldi? Javobinglarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar ushbu tahlil sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Kanal o'sishiga moliyaviy yordam bermoqchi bo'lsanglar, pastdagi tirikchilik sayti orqali bemalol donat qilishingiz mumkin. Hamkorlik bo'yicha savolingiz bo'lsa, u uchun ham linkni opisaniyada yozib qoldirganman. Hammaga xayr, hammaga rahmat.